Assalomu alaykum. Hozir bugun biz Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida joylashgan Abu Iso Muhammad Termiziy ziyoratgohiga kelganmiz, maqbarasiga. Bu o'sha Termiz shahridagi Imom at-Termiziy ziyoratgohi emas, ya'ni bu Sheroboddagi, ya'ni buyuk muhaddislardan biri bo'lgan 5 muhaddisning biri bo'lgan eng Buxoriydan keyingi 3-chi yo 4-chi o'rinda turadigan muhaddisni maqbarasiga keldik. İmam Abu İsa Muhammed ibn İsa ibn Savra ibn Musa ibn Zahhak at-Termiziy Hicri 209 Hicri sanada 824 milodiy sanada tavallud topganlar. Ya'ni Imom Buxoriydan 15 yosh kichkina bo'lganlar. Bu kishining ko'zlari keyinchalik ojiz bo'lib qolgan. Ko'zlari ojiz bo'lib qolishining sababi ba'zilar aytadi, Imom Buxoriy vafotidan keyin ustozga ko'p yig'lagandan ojiz bo'lib qolgan degan gapni ham aytishgan, lekin ko'proq bu gap unchalik ishonchli emas. Ba'zilar tug'ma ko'r bo'lgan degan gapni aytadi, u ham ishonchli emas. Balki eng mo'tabar gap, Imom Termiziy ko'p kitob ko'rib, ko'p demak bedor bo'lib, mana shu ko'p mehnat orqali va Allohning xavfida ko'p yig'laganlaridan u kishining ko'zlari oxirgi yillarda ojiz bo'lib qolgan, lekin oldinda ojiz bo'lmagan. Imom Termiziy avvalo mana shu yurtimizda muhaddislardan ta'lim olganlar va jumladan eng katta ustozlari Imom Buxoriy hisoblanadilar. Bu kishi Imom Termiziy ko'plab muhaddislar, Imom Muslim, Imom Abu Dovud, Imom Dorimiy, Abu Zura ar-Roziyga o'xshash buyuk muhaddislardan ta'lim olganlar va hadis ilmida hofiz darajasiga erishganlar. Hozir mana kitobning boshida Al-Hafiz, Al-Shayx Al-Hafiz dedi. Shayx deb odatda yo aksar ilmlarda mutaxassis bo'lib yetishgan odamga aytiladi, yengilroq olinsa, hech yo'q bitta fanda mutaxassis bo'lsa, mana shu fanda shayx deyiladi. Ya'ni shayx o'zi keksa degani, lekin ilmda go'yo ulg'ayib ketgani uchun uni shayx deyiladi. Bu majoziy bir ma'no bo'ladi. Imom Termiziy o'zlarini shayx deb nomlayaptilar. Bunda hech bir shubha yo'q. U kishi shayxlarning shayxi hisoblanadilar. Chunki quyida ham ba'zi bir manoqiblarni eslaymiz inshaalloh. Imom Termiziy bu unvonga bemalol sazovor bo'lganlar. U kishi Al-Hafiz deb ham aytayaptilar o'zlarini. Hofiz degani 100 mingdan ortiq hadisni yoddan bilsa, hofiz bo'ladi. Hofiz bo'lish uchun 100 mingdan ortiq hadisni yoddan bilish kerak. Masalan, Imom Buxoriy 300 ming hadisni yoddan bilganlar. 200 ming zaif, 100 ming sahih hadisni yoddan bilgan. Endi bularning hadisni yoddan bilishi siz bilan bizga o'xshab hadisning matnini o'zini yodlab olish bo'lmaydi. Ular o'zlaridan boshlab o'sha sahobagacha bo'lgan sanadni qo'shib yodlaydi. Haddathana fulan, haddathana falonchi aytdi, Rasululloh bundoq degan ekanlar degan yo'sinda yodlaydi. Mana shunday qilib 100 ming hadisni yoddan bilgan odam keyin hofiz deya ataladi. Ulamolar aytadilarki, hofizlar 40 yilda bir chiqadi.